Bosib yubordingiz. Gap yo'q. Omad ishlaringizga. Mana ideya keldi. Qanchalik uzoq? Endi boshida sirasi ishonmagandirsizda. Oldin borib yurgansiz, to'g'rimi? Men ancha yildan beri, bir 3-4 yil bo'ldi. 3-4 yildan beri 5 yil ham bo'lib qolgandir shu ukamiz bilan. Keyin mana shu ideya keldi, keyin bosdingiz. Keyin bosdik. Gap yo'q. Qancha vaqt remontga ketdi? 1 yil davomida remont qildim. 1 yil davomida. Ketdi, bitta baho bera olaylik remontga. Reception. Gap yo'q. Sanuzel bilan kuxnyasi. Kuxnyasi ham bormi o'zini? Kichkina o'zini. Xodimlarga? Ha, xodimlarga. Eng qizig'i bu yerda 200 kvadratdan ortiq joylayapsiz. 230. Sababi barber shop uchun juda ham katta-da. Juda ham katta. Shunaqa endi как barber house. Boshdik. Barberlar uyi desam bo'ladi. Barberlar uyi desam bo'ladi. Mana bu yoq zal. Общий zal bu yerda. Общий zal. 6 talik, общий zal. 6 ta master ishlaydi bu yerda. 6 ta master. Общий 15 ta master ishlaydi o'tsa bu yerda. Общий 15 ta. Bu yoqda VIP xonalar. Bu yoqlarda. Shu VIPlarga katta upor beribsiz, tushunishim bo'yicha. Da, endi bularga mana bu 2 kishilik xona. Bu nariga ham 2 kishilik, bu 1 kishilik xona.